Xo'p aka, birinchi siz hozir yangi bo'ladigan bo'lsangiz, bu sohaga endi kirgan bo'lsangiz, sizga maslahat berardim. Savdo qilishga shoshilmay turing. Avval ko'ring, kuzating, nima bo'lyapti, qanaqa situatsiya. Men sizga tashib berdim. Birinchisi bu asosiy proboyni logikasi, ya'ni asosi sizga berdim shu narsani. Misol, proboy bu narx ma'lum bir kuchli darajani urganda katta kuch bilan yorib o'tishi o'sha yo'nalishda davom etishi. Men sizga tashib bergan rasmda bu kursni beryapman, nima qilingan. Bu yoqda o'sha volumda men bu zonadan mana bu switchani o'zidan men zona oldim. Ya'ni valdan. Keyin ikkinchi switcha buni buzib o'tib ketdi pastga. Ya'ni impuls bilan buzib o'tdi. Bu proboy qildi o'zi. Zonani proboy qilib qo'ydi. Tepaga chiqdi uchinchi switcha, keyin buni yorib o'tolmadi, pastga ketdi. Pastdan ham buni yorib o'tolmadi, bu zonani. Yana tepaga chiqib ketyapti. Bu zona hisoblanmaydi o'zi, hisoblanmaydi. Chunki buni buzib o'tib ketib bo'ldi. Hisoblanmaydi. Mana bu likvidlarga yoki mana bu tepada bo'sh qolib ketgan mana bu zonalarga hisoblanishi mumkin. Lekin atak hisoblanmaydi. Asosan shoshilmay turing. Mana bu delta nima, kumulativ delta nima, deftop market nima, bu likvid hisoblanadi. Shularni o'rganib olganingizdan keyingina savdo qilishni boshlashingiz mumkin. Atak sherzatga berayotgan signallardan qanaqa foydalansangiz bo'ladi? Test qilgandan keyin yoki proboy qilgandan keyin mana bu zona beriladi. Zonani o'zingiz uchun tortib olasiz. Mana bu raqamlarga qarab zonaga yoki mana bu pok zonalarga qarab tortib olasiz. Обязательно qarashingiz kerak bo'ladi. H1 time frame D1 sherzataga qaysi birida skrinshot tashladi? H1dami, D1dami? D1da qaraysiz. Shu yerda misol mana bu zona bor ekan deydi. Shu yerdan tortib olasiz. Keyin aytadi sherzataga, buni proboyidan deydi. Proboy qilganidan keyin narx misol keldi. Buzdimi, mana shu proboy qilgan joydan уже siz savdoga kirishingiz kerak bo'ladi yoki test retest qilgandan keyin deydi yoki bunday boradi, pastga qaytadi. Yokida proboy qilgandan keyin test beradi deydi. Misol tepaga chiqadi, ozgina yurib pastga tushib keyin tepaga ketishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarni o'z uchun bilib olishingiz kerak bo'ladi. Savdo uchun. Shunaqa.